tanamiz bizga bu yer planetasida yashash uchun bizga xuddiki o'sha aytganlaringdek skafandr, ya'ni mana kosmosga chiqqanda skafandr kiyadi-yu, bo'lmasam tana sochilib ketadi. Tana bo'lmasam chidolmaydi o'tdagi vibratsiyaga, o'tdagi chastotaga. Ya'ni shuning uchun skafandr kiyiladi. Xuddi shunaqangi yer planetasida ham ruhda yashab, vazifasidan o'tish uchun tana lozim. Ya'ni tanani olganmiz biz. Demak, bizni tanamiz bizga skafandr vazifasini bajaradi. Lekin u tana qanaqadir chiroyli bo'lishi, tanani har bitta holati, tanani ozg'in, semizligi, tanani har bitta holati, ya'ni ho'lga chiqishi ham, chiqmasligi ham, bo'yin qismi ham, oyoq qismi ham hammasi sizni ichki holatingizda, ya'ni ongdagi o'y-xayollarga bog'liq. Ya'ni tanamiz alohida, biz alohida, har bitta organlarimiz alohida deb o'ylaymiz, lekin aslida unaqa emas. Ya'ni tanamiz biz bilan bitta. Biz xafa bo'lganimizda tanamiz xafa bo'ladi. Faxrlanganimizda, baxtli bo'lganimizda tanamiz ham baxtli bo'ladi. Biz sevgiga to'lganimizda, hamma narsadan ko'nglimiz to'lganda tanamiz ham ko'ngli to'lishadi. Ya'ni tana, ruh va qalb, ya'ni bu uyg'unlikda, bu bitta. Ya'ni hammasini ongi bor. Ya'ni hammasi hamma narsani his qiladi. Ya'ni butun har bitta tanangizdagi o'sha organlaringiz, ichki a'zolaringizgacha sizni holatingizni his qiladi.